Assalomu alaykum hammaga, qadrli podpisчиклар. Mana baland daraxt so'raganlarga mana bunday daraxtlarimiz bor. Hozir zakazga ko'chiryapmiz. 7-8 metrlik manzarali daraxtimiz. Hop. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozirda kuzgi daraxt ekish mavsumi boshlandi. Manzarali daraxtlar archalardi. Hozir mana zakatobga qilib Toshkentga tayyorlayapmiz. Mana shunday holatda har qanday joyga ketadi. Ichkaridan ham skochlangan. Daraxtlarimiz, stollari 6 yosh daraxtimiz. Juda baquvvat. Har qanday joyga borsa, razi salqin berishga o'tadi, xudo xolasa gullab beradi. Bu yerda har xil daraxtlarimiz bor, 8-9 ga yaqin pullarini tayyorlab beryapmiz. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Pisa daraxtlarimiz, mana padinyalar, beryozalar, ofayin, lola hammayoqdan bor. O'sha hali yana ko'chirish ishlari ketyapti. Video davomida bizni kuzatib turinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin, qadrli obunachilar. Kimga mana shunday daraxtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Lola daraxtlarimizni holati 6 yosh. Mana stollari tekis, juda ham chiroyli holatda. Mana hozir Toshkentga ketyapti. Mana shunday chiroyli qilib tayyorlab beryapmiz. Qadrli obunachilar, ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga, qadrli podpisчиклар. Mana baland daraxt so'raganlarga mana bunday daraxtlarimiz bor. Zakazga ko'chiryapmiz. 7-8 metrlik manzarali daraxtimiz. Hop. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozirda kuzgi daraxt ekish mavsumi boshlandi. Manzarali daraxtlar archalardi. Hozir mana zakatobga qilib Toshkentga tayyorlayapmiz. Mana shunday holatda har qanday joyga ketadi. Ichkaridan ham skochlangan. Daraxtlarimiz, stollari 6 yosh daraxtimiz. Juda baquvvat. Har qanday joyga borsa, razi salqin berishga o'tadi, xudo xolasa gullab beradi. Bu yerda har xil daraxtlarimiz bor, 8-9 ga yaqin pullarini tayyorlab beryapmiz. Mana juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Pisa daraxtlarimiz, mana padinyalar, beryozalar, ofayin, lola hammayoqdan bor. O'sha hali yana ko'chirish ishlari ketyapti. Video davomida bizni kuzatib turinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin, qadrli obunachilar. Kimga mana shunday daraxtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Alaykum qadrli obunachilar. Mana lola daraxtlarimizni holati 6 yosh. Mana stollari tekis, juda ham chiroyli holatda. Mana hozir Toshkentga ketyapti. Mana shunday chiroyli qilib tayyorlab beryapmiz. Qadrli obunachilar, ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz.